Nega rasmga olding hozir? Battar bo'l Shumaxer. Bu yerda 60 tezlikda yurish kerak. Sen esa 75 da o'tding. Endi uyingda jimgina maktubimni kutaver. Qanaqa 75 radar tog'a? Meni ko'rinishimni o'zi shunaqa tezkor. Turgan joyimda 20 da ketayotgandek ko'rinaman. Sen uka menga ertagingni aytma. Men bu yerda ertalabdan beri turibman. Sendan oldin Matiz pizzasi bilan o'tganda rosa yig'lab boshni qotirgan edi o'zi. Endi bratski o'chirib tashay qoling iltimos. Ertalab nahorga oshga shoshayotgan edim. Kech qolsam go'shtli joyi qolmaydi-da. Oshga kech qolarmish. Sizlar o'zi shunaqasizlar. Hammangiz oshga kech qolaman deysiz-ku, lekin metan zapravkada 4 soatlab uxlab navbat kutasizlar. Qanaqa metan, brat? Katta bolalarning mashinasi benzinda yuradi, nima deb tashavoz? To'g'risi, subwoofer ortiga berkitganman gaz ballonni. Aytgancha, radar tog'a obyektivingiz chang bo'lib qolmaganmi? Balki adashgandursiz, a? Menimcha Cobalt bilan adashtirdingiz. Men seni amerikanskiy piska ko'z farangdan tanidim. Farani amerikanskiy qo'yib olib, yo'lda ham shunday bemalol yuraman deb o'ylagan bo'lsang, adashibsan bola. Xotining pul qani deb so'rasa, xayriya yo'lida o'z xohishim bilan ehson qildim deb aytasan. Meni xotinim yo'q tog'a, men kreditdaman hali. Tunu kun ishlab o'zimni boqaman, moyka qilish uchun ishlayman. Narx-navoni ko'rib turibsiz-ku axir. To'g'risi gaplaringdan obyektivimga yosh keldi. Kichik bir vazifani bajarsang, xotiram yo'qolgandek unutib yoramiz. Nima deding? Xo'sh, nima qilish kerak aytavering. Hozir shu yerdan bitta qora gelik 120 tezlikda o'tish kerak. Shuni quvib yetib raqamini berkitib tura olsang, men ko'rmay qolishim uchun. Sen ozodsan jiyan. Shu xolosmi? Bo'ldi, bajaramiz tog'a. Shunday raqamini berkitamanki, gelik quyosh tutildimi yo alhazar deb qoladi, mana ko'rasiz. Mana bu haqiqiy katta bolalarning manerasi bo'ldi jiyan. Unda ishga kirish hoziroq. Yoshlar, dardi tez haydash bularni.